Bo'pti, yaxshi o'tirma, xo'pmi? To'xtang, yo'qingizni to'g'irlab qo'ying. Voy, bu o'rtoqlarim qarab turibdi, sharmanda qilma. Bo'la qolsa-chi, vaqt yo'q. Hozir. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'pti. Ha, to'xtang. Nima? Ana aytgan narsamni olib kelib bering. Xo'p, Rahmat. Yaxshi borib keling. bo'pti. Nima gap? Tinchmi? Tuzumsan? Qalaysan? Ishlar yaxshimi? Taonlaring yomon tez chiqdim, to'g'rimi? Вообще. Tushundim. Hayda. Ol, shuni qara. Mani yedi oldi-yu. Olay. Akalar kamchilik yo'qmi? Yo'q, Hammasi kamchilik. joyidami? Faqat uyga olib ketadiganimni tayyorlab qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi o'tir. Charchamang. Yana xotiningiz narsa zakaz qo'rdilarmi? Bu boru, agar uyiga narsa olib kirmasa xotini kirgizmaydi. Bucha uyga toza oyoq kiyimda kirish kerak. Undan ko'ra xotin quli deb qo'ya qo'ying. Menga qara. Yur, erkechasiga gaplashamiz. Gaplashaveramiz. Yur. Qo'ysalaring-chi. Qo'limni qo'yib yubor, gaplashib olaylik. Qalasan, urishib. Ko'rmaysan. Maya qarlaringga urushmaydi baribirga. O'tirsalaring-chi, yesaychi men buni. Ha. Urushmoqchimisan? Urushib ketmasmikan? Yo'q, hech anchalik emasdir. Sen mashina bilan ish qilasan, to'g'rimi? To'g'ri. Farazqir uzoq safarga ketadigan bo'lib qolding. Eng yaxshi ko'rgan mashinani menga omonat qilib tashlab ketding. Men uni chiroyli qilib yuvib tarab haydab yurdim. Kelganingdan keyin rahmat aytasanmi? Ha, agar shuni aksi bo'lsa-chi? Urib, qirib, radarlarga tushib, kelishingga shtraflarni taxlab qo'ysin. Jahling chiqadimi? Chiqadi. Ayollayam erkekligi shunaqa omonat qilib berilgan. Sen uni qanchalik ardoqlasang, egasi ham xursand bo'ladi va rozi bo'ladi. Endi savolimga javob berchi. Aslida kimni quli? Ko'pchilikning oldida ustidan kulib, uni yomon otliqqa chiqarish juda ham oson. Lekin birga bir yuzma-yuz gaplashganda, aybini yuziga yetganda, u tan olsa, u haqiqiy erkakning ishi bo'ladi. Aybingni tan ol. Beshol, menimcha tushunding. Maslahatim, sana bu uyingga narsa ol. Ha, bo'ldi.